Photoshop'ninki nurg'un darslarini so'zildik. Men bu darsdan boshlab Photoshop CC'ninki, ya'ni 2014 CC'ninki rangi munosabatli qismini so'zlayman. Bu butun dars 100 misol, butun 100 misolda rang to'g'risida ham so'zlandi. Agar Photoshop'ninki burunqi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz yoki Photoshop'da ba'zi bir buyruqlarga nisbatan tushunchingiz ojiz bo'lsa, bu darsni tushunmaysiz. Shunga bu darsni ko'rishdan burun cho'qim Photoshop'ninki buyruqlarga munosabatli hukmlaringiz o'lchamli bo'lishi kerak. Albatta bir loyihachi ishlatayotgan qurolni yaxshi tushunish kerak. Garchi loyihada ba'zi loyihalarda faqat bir yoki ikki buyruq ishlatamiz, shundaqdimi shu buyruqlarni joyiga ishlatishni bilish kerak. Hamda to'nda men bir oddiy misol ishlayman. Ikki xil rang qo'llaniblam. Mush ikki xil rang va tanlash qurolidan foydalanib, bir dona kichik bir aykun yasayman. Mushu aykun yasash jarayonidagi mashg'ulotlarga diqqat qilinglar. Avval albatta bir narsa yasash uchun yangi betdan birini ochamiz. Yangi betning cho'ng kichikligi o'zimizningki loyihalash ahvoliga asosan bo'lsa bo'ldi. 811 605 xalqancha bo'lsa bo'ldi. Bu yerda men rang shaklini RGB rang shaklida oldim. Bizning bu yerda demoqchi o'g'inimiz, ya'ni tushundirmoqchi o'g'inimiz rang o'g'achqa kanalga alohida diqqat qilamiz. Photoshop'ninki kanal deydigan bir hukm bor. Bu kanalda navbat qo'llanayotgan ranglarimizni ko'rib tura olamiz. Ya'ni RGB deganimiz red, green, blue degan mana shu 3 xil rangninki, ya'ni qizil, yeshil, ko'k mana shu 3 rangninki aralashmasidan shakllangan deganlikni ko'rsatadi. Navbatdagi mana shu ekranda turgan oq rangning o'zi FFF shaklidagi eng yuqori qimmat oq rangni ko'rsatadi. Ya'ni demak bu yerda mushxil ranglarninki, ya'ni RGB rangninki, ya'ni qizil, yeshil, ko'k mush 3 rangning hammasi to'yingan holatda birlashsa, undan keyin oq rang chiqadi deganni ko'rsatadi. Bu mush navbatdagi betning kanalininki oq ko'rinishining rangining qanday shakllanganligi to'g'risida hukm. Endi men bu yerga bir dona kichik IQ yasayman degandim. IQ yasash uchun IQni jazbdor ko'rsatadigan bir oq sahnaga ehtiyojli qolaman. Buningga bir rang bekitishim kerak. Masalan 0222 yana bir 2 mushkil rang shaklini qo'llansam bo'ladi yoki bundan boshqacharoq rang shaklarini qo'llansam bo'ladi. Ammo aniqroq chiqish uchun mushu doiraning ranglarini qo'llanamiz. Chunki bu xil rang rayonlari bir xil tutuq rang rayoniga kirdi. Ya'ni qora rangga yaqin. Qora rang deganimizning o'zi RGB kanaldagi ranglarning hammasi 0 ga aylanib ketsa qora rang bo'ladi. Masalan men 0, ya'ni rang yo'q holatini deyli, hech qanday mavjudlik bo'lmagan ahvolda qorong'ulik bo'ladi. Rangning o'zida. Buni biz qora rang deymiz. Qora rangni biz ig'ir ranglar tipiga kirgizamiz. Ya'ni bir xil bizga nisbatan tutuqlik tuyg'usi berdi. Cho'nqurlik, ya'ni qarg'ansir bir tigi yo'q cho'nqurlik tuyg'usi berdi. Bu kishilarga bergan tuyg'usiga asosan rangninki. Biz loyiha sohasida buni yo'q rang, ya'ni mavjud bo'lmagan rang deb qaraymiz. Ammo bu mavjud bo'lmagan rangning o'zidami qora rang mavjud bo'ladi. Ya'ni har bir rangning qiymati 0 bo'lgan vaqtida qora rang shakllandi. Men mush o'rindagi 16 xonalik rang qiymatini 0 2 2 2 mushkil holatda berib qo'ydim. Odatda 16 xonalik rangninki rang qiymati 6 xona bo'ladi. Oldingi 2 xona qizil rangga vakillik qiladi. O'rtadagi 2 xona bo'lsa yeshil rangga vakillik qiladi. Eng oxirdagi 2 xona bo'lsa ko'k rangga vakillik qiladi. Men mush rayondan mushkil rangni ilib oldi ko'rinish rangi seplab berdim. Oldi ko'rinish rangi seplagandan keyin qavatning o'ziga kirsam bu bir oq ko'rinish. Oldi ko'rinish rangni mushu taqtiq to'kish uchun knopka taqsidan Alt va Delete knopkasini ijro qilib beraman. Alt va Delete knopkasini ijro qilgandan keyin navbatda men tanlagan rang chiqqan bo'ladi. Bu chiqqan rangning ustiga men biroz uchuq shakldagi bir IQ yasmoqchi edim. Shunga tanlash qurolining ichidan chambar shaklli tanlash qurolini oldim. Muvofiq holda bir chambar tanladim. Buni taxminan ko'z mo'lchir shaklda tanlasam bo'ladi. Tanlab qavatga kirib bir yangi qavat qo'shdim. Yangi qavat qo'shgandan yoqib biz bu yerda rang hukmini tushundirmoqchidik. Ya'ni navbatdagi misollarimiz orqali har bir turda bir xil rang ifodalash usulini qo'llanmoqchidik. Bu misolimizda biz ranglarninki yorqin chiqishi bilan oq sahnaninki kirishtirilishi haqida so'zlaymiz. Men bu oldi ko'rinishdagi navbatdagi qavatga yorqinroq bir rang olaman deyotganman, muvofiq holatda rang olay. Sal ichilsin rang, ichilgandan keyin, ondan keyin bu yerga knopka taqsidan Alt va Delete bilan bu qavatga rang to'kib berdim. Rang to'kib berganning yoqi Ctrl D bilan tanlashni amaldan qoldirdim. Bu yerda diqqat qilishga tegishli bir narsa bor yana. Ya'ni tanlagan rayonninki girviki bizga muvofiq chiqish kerak. Agar biz tanlagan vaqtimizda navbatga tanlashda mavi o'rindagi belgini elib etsam, ya'ni girviki har chisimon chiqib qoladi. Yani jiriklikni yo'qotish degan gap bu. Oldida belgi bo'lsa, jiriklik yo'qolgan holatda bo'ladi.
oldida belgi bo'lmasa, jirikligi mavjud bo'lgan holatda bo'ladi. Nihoyat qo'pol chiqdi. Shunga men bu belgi bu holatda ko'chirdim. Ko'chirgandan keyin mushu qavatninki ustida mousening o'ng knopkasini chekib, chiqqan tizimlikdan, ya'ni tortilma tizimlikdan aralashma qiymat orqali unum berish degan buyruqni bosaman. Va yoki bu o'rinda chekib, mauni olsam bo'ldi. O'xshashlan bir buyruq. Ondan keyin men buningga biroz ko'langi beraman. Ko'langi bergandan keyin biroz ko'pchib chiqqandek tuyg'uyadi menga. Ko'langining qiymatini hech qanday o'zgartmayman. 75, 5, bulun gradus 120 gradus, qolgan yerlari normal holatda tursin. Turgandan keyin men mushu qavatning o'zida yana bir qavat ko'paytiraman. Ya'ni navbatdagi qavatni mousening so'l knopkasi bilan tutib, yan qavatning ustiga tortib ketgan bir qavat ko'paytirib, biz bu buyruqni so'zlab bo'lgan. Ondan keyin buning ichidagi unumni axlatchilikka tashlab etdim. Tashlab navbatdagi mush qavatninki o'zini biroz kichikiltdim. Pek cho'ng kichiklatmadim. Birozdan kichiklatsam bo'ladi. Ondan keyin knopka taqsitini enter knopkasini bo'lsam, bu ko'paygan qavat biroz kichikilgan bo'ldi. Ham bu qavatga yana o'xshash unum beraman. Bu vaqtda hamda girvak unum beraman. Girvakka qarang berib qo'ysam bo'lmaydi. Pek cho'ng farqlandirmadim. Ya'ni qimmat doirasi muvofiq bo'lsa, masalan, bu o'ringa kelsam, rangning qimmati 3F C3BF ekan. Men mush o'rindan birozdan farqlandirsam, ya'ni rangninki o'zininki o'rnini topadi. Ya'ni men chiqarmoqchi bo'lgan girvakni mush o'ringa chiqarib turdi. Bek cho'ng girvak olsam, agar olaman deb qolsam olsam bo'ldi, biroq bek cho'ng girvak, ya'ni girvak qiymati bek qiyin qo'yib ketgan vaqtida ko'g'ichlarninki ko'zga g'alit ko'rinib qolishi mumkin. Shu men mushkil holatda oldim. Ilib, ondan keyin buningga biroz ko'langi qo'shay. Ko'langininki gradusini ma o'ringa tangshidim. Yuqori tarafga tangshidim. Ondan keyin qiymatni 1 va 1 qiymat berib qo'yay. Muvofiq qiymat bergandan keyin buningki suzuklik darajasini muvofiq tangshab, hamda jazmlashtirman. Jazmlashtirgandan keyin navbatda menga bir ramka ichida bir girvak bor ramkasi bo'ladi. Ondan keyin mush o'rinda turib, yana bir nusxa buni ko'paytman. Ko'paytib, buni texmo kichikiltay. Buni bu qetim biroz cho'ngroq kichikiltay. Kichiklatgandan keyin buni enter knopkasini berib jazmlashtirdim. Ondan keyin buningki unumini qo'shib kirib, unumni muvofiq tangshayman. Hozir buningki unum qiymati 3 ekan, bek cho'ng bo'lib ketibdi. Biz buni 1 qilib bekitaylik. 1 qilib bekitgandan keyin buningki rang qiymatini texmo susroq qilib bekitaylik. Yoki biroz qiyin qilsak bo'ldi, o'zimizning ixtiyori, ammo bek qiyin qo'yib ketgan vaqtida yaxshi chiqmaydi biz deyishdik. Yaxshi chiqmaydiganligini. Ondan keyin buni jazmlashtirdim. Navbatdagi unumni berib bo'lgandan keyin bu tanlash quroli, ya'ni nuqta urish orqali tanlash qurolini ilib, bu o'ringa bir kichik belgisiz birishim kerak. Yoki bo'lmasa cho'ngaytgandan keyin mavi qurol orqali, ya'ni nuqta urish orqali tanlash quroli bilan ilib bu yerga bir 3 bilan shakllik belgisiz biray. Yani tanlash rayini qildim. Ondan keyin navbatga mana eng ustidagi qavatga turib, mush tanlash rayiniga mushu qavatninki rangini qanday qilib birma? Alit bilan to'kib birma. Ondan bu bir qavatning ichida bo'lganligi uchun shu yani ulab unumni berdi. Bergandan keyin navbatda meningki mushu bir girvak shaklidagi ko'rsatkichim hozirlangan bo'ldi. Endi men yana mushu tanlash quroli bilan tüp holatda buning yarmidan bo'lib etdim. Ondan keyin tahrirlash, ko'paytirish, ondan keyin ekeldim tahrirlashni ishlatki, asldagi o'ringa chaplash buyrug'ini ishlatdim. Ondan kelib knopka taqsitini kontrolni besilib turib, mush qavatni birini cheksam, mousening so'l knopkasi bilan tanlab birdi. Tanlab bergandan keyin biz rangni biroz farqlantirsak ham bo'ladi degan. Rangni biroz farqlantirdim. Hozir ranglarning farqi yerda ko'rinib turdi. Farqlantirgandan keyin alit bilan oldi ko'rinishning rangini buni to'kib beraman. Buni orqali, ya'ni biroz ko'p chiqqan holatni shakllantira olaman. Endi bu xil unumni hosil qilishda men hech qanday bir alohida buyruq ishlatmadim. Tanlash quroli, ondan keyin ko'langidan boshqa bir qancha xil rang ishlatdim. Bu ranglarninki shu unum hosil qilishdiki yoki shu xil ko'rinma loyihalashdiki alohidligi shu. Yani ranglar bek yadidan ziyod cho'ng farqlanib ketmagan vaqtida bizga bir xil o'zgacha rang uslubi chiqara oladi.